Ya'ni o'lsam hammasi tamom bo'ladigan olamda bajarishni maqsad qildim. Olamga kirgandan keyin birinchi navbatda hayron qoldim. Mening skinim qani? Yaxshiyamki Minecraftga kirib chiqish hammasini to'g'riladi. So'ngra o'zimga olmos asbob-uskunalar yasadim. Yana shuni tushunib yetdimki, menda temir umuman qolmabdi. Ustiga usta ko'mir ham umuman yo'q. Shu sabab konga tushishga qaror qildim, lekin dengizda bilasizlarmi nimani ko'rdim? Minecraftga yangigina qo'shilgan mob Nautilus. Qizig'i unga egar o'rnatib, ustida sayohat qilish ham mumkin. Bu bilan albatta bugun shug'ullanamiz. Omad 3 ajoyib sehr, 37 ta ko'mir. Bazaga qaytib kovlangan ko'mir orqali temirni va toshni eritishga qo'ydim. Nimaga toshni? Sababi toshdan bir nima yasashimiz kerak. Bundan oldin esa men oltin olma yasadim. Sababi bugun bozorni maksimal ishlatamiz. Ya'ni ularni zombiga aylantirib davolaymiz. Faqat bundan oldin men bir narsa yasamoqchi edim, lekin craftini aniq bilmasdim. Oxir